Assalomu alaykum, hurmatli qaddi baland qadrdon o'zimni radnoy o'zbeklarim. Mana Xudo xolasa inshaalloh bugun mana Allohning fazli karami bilan bugungi kunlikka chisloyimiz necha 21mi? 21-chislo mana mashinaning syomkalarini boshlayapmiz. Xudo xolasa yangiliklarimiz sotilganidan qolgan mana shu ozgina mashina qoldi. Ancha mashinani sotib yubordik, Xudoga shukr. Chunki bizda yengil, to'g'ri so'z bilan halol pok ish qilganimiz uchun vazavaz bo'lib turadi inshaalloh sodamiz. Shuning uchun kelinglar, o'zinglar o'z ko'zinglar bilan ko'ringlar. Narxlarimiz ham arzon, iloji boricha klient taraf bo'lib harakat qilib beramiz Xudo xolasa. Farruxbek do'stimiz bilan narxlar bilan tanishtiradi. Boshliqjon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Jahongir, tuzingizmi? Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Hurmatli obunachilar, layklar bosyapsizlarmi? Sizlar demak mehnat qilyapsiz. Ro'zalar bilan qiylamay tutyapsizlarmi akalar, opalar? Alloh hammaga sabr qanoat bersin. Boshlarimiz oshna, ba'zi birlari hali ko'pi sotilib ketdi, sotilmasdan bir ikkitasi sotilib minib ketishdi bolalar ish bilan. Ulgan mashada. Xo'p, yangiliklar keldi. Narxlarni arzon qilib, yaxshi qilib berasan, Xudo xolasa. Qo'yib beramiz, oshna. Xudo xolasa. Sizga aytdim, iloji boricha to'g'ri so'zlik bilan ishlanadi. Unaqa haligi noldan chiqadi, boshqadan chiqadi degan narsa yo'q, to'g'risi. Noldan chiqqani bilan otni kallasi bo'ladi, qarzi ham yo'q. Otni kallasi bo'lib ketadi. Noldan chiqadigani yo'q. Pul bilan chiqadigani bor. Pul bilan olgan odam puliga kuyadi ham kelgan. Haligi pul sarflaganman-da men deb turib, to'g'rimi? To'g'ri. Oshna pul sarflaganman deb turib, bankka tashab ketibdi. Buni 1 so'msiz berib yuborsang, oshna biz ham qo'limizdan keladi 1 so'msiz berib yuborish oshna. Lekin buni uzmay bankda eshikdan tashab ketadigan mashinchada 1 so'm bermaganman u deydi. Arenda minganda mindim deydi oshna. Oshna keyin bir tomoni ham u qutulaman demaydi, u qutulolmaydi u. Qutulaman demaydi. Topshirib yuborgandan qutulmaydi u. O o'ziga yarasha yo'q, shunaqa haligindaqa qutulaman deb o'ylaydigan katta fahmlar ham bor u demoqchiman-da. U MIB bor, sud bor, sudga chiqadi u nomidagi odam. O berdim, qutuldim degani emas, hali toza mashinalardan hali ozgina pul bilan olish detallarni alishtirish bo'lyapti, o'qilish bo'lyapti. Iloji boricha qadrdonlar noldan olmanglar, iloji bo'lsa pul berib olinglar. Pulinglarni haligi qadriga yetasizlar-da, shunda pul sarflab olganman deb turib qadriga yetib harakat qilib uzasizlar. To'g'ri. Do'st boshladik bo'lmasa, qani Xudo xolasa. Yangiliklardan gapirib yubordi ancha-muncha. Xo'p, 2013 23 uzr. 13 ming yurgan. 13 ming yurgan salapanlarni bu hidlari o'ziniki. Bu zavod hidlari bilan oshna. Sonli mashina o'ta go'zal holatda. O'ta go'zal holatda ekan, haqiqatda. Salonni ham hidi ketmayapti oshna. Omdi ko'rinishlari, rollari ham mana donlari ham o'ziniki turibdi. 13 ming yurgan. Oshna gazlari-chi buni? Gazi yo'q. Benzinda yurganmi mashina? Boshda benzin o'zi. Mashina benzinda yurgan, benzin ekan, endi 13 ming yuribdi. Minmabdi egasi. Shu nomer qadab qo'yibdi, xolos. Havasga olib chiqib qo'yib qo'ygan shekilli. Do'st, buni puli-chi? Puliga oshna buni 11800 kami bor deyapmiz. Yengilroq qilib beraman. 11800 kami bor. Narxiga kelsak, buni 1600 pulim kam deganlarga 1600 bilan 1700 atrofida bo'lsa shu oylik to'lagan arzonroq qilib chiqadigan qilib berasan, bu yoqda bo'ladi. Bu ham shu. Shunda oshna qarada, men hozir orada eshitib ham qolyapman. Menga hozir telefon ham qilishdi oshna. Generalniy bilan ham Anor bank shunaqa bir davlat banklar qilib yuboryapti-kan. U yaxshi emas-a, u generalniy bilan. Endi egasi ishonchli bo'lsa, olsa bo'laveradi ekan. Lekin oldi-sotdi bilan qilib berasan-a, seni? Bizda endi iloji boricha oldi-sotdi. Anor banklar kapitali bo'lsa, majburiy oldi-sotdi. Keyinchalik diqqat olmaydi deyman-da, masalan, oldi-sotdi bilan bo'lsa. O'zini nomida bo'lsa, zato oshna 10 yil, minami, 5 yil, minam qancha minsa ham o'zini nomida bo'ladi oshna. Mazza qilib holagan, lubovermi nomini deb keyinchalik sota oladi. Ha, oshna birovni qosh-qovog'iga qarashlikdan Xudo saqlasin. Oshna o'zi yaxshi. Bekor qo'raman ekan, hali jarima tushib qo'ydim. Egasi telefon qildi deydi, hali to'lab qo'ying deb boshqa. Qo'lingni uzib.
Bismillah. O'zi qora nomingda aytchi. bo'lsa tiling uzun bo'ladi. 23 avtomat bu ham. 29 ming yurgan. 29 ming yurgan, 23 avtomat chexol polilar qilingan balonlari. Gazlari Zo'r holatda balonlari, gazlari metan, propan oshna. Metan oshna. Metan gazlari bor. Mashinani qaraganda bir chizilgan qashqasi boshqasi yo'q ekan. O'ta tiniq. Qolgan bekam yoqadigan mashina Bank ekan. sistemi o'zgarib turibdi oshna. Aha. Baland baholanayotgan narsalar hozir baholashini pasaytirib qo'ygan. Masalan, oldin 130 million berayotgan bo'lsa, hozir 120 million qilib qo'ygan. Shuni hisobiga jicha narxlarda o'zgarish bo'lyapti. Baloni ham 1000 bilan chiqadi degandik. Kechagina telefon qilsam 4 million 300 dan chiqarsiz, eslasang 1000 bilan. Hozir 1100, 1200 atrofida bo'lyapti. 1100 bilan 4 million 200 dan chiqyapti. Oylik to'lovda farq bo'lyapti. 4 million 200 dan chiqyapti, oylik to'lovda farq bo'lyapti. Asha oshna informatsiyalar berib ketsak yaxshi-da baba oshna. Nimani hisobiga? Bankda o'zi oshna qora bayirni narxini aytmading? Bu ham 11700 dan o'tib beraveraman. Bu ham 11700, 1600 bilan chiqaradi. Shunaqa, 1600 bilan chiqib ketadi. Buni yili necha oshna? 21 petnosi bor eshigida. 21 petnosi bor eshigida. Mana oldi ko'rinishi, mana qorani oldi ko'rinishi, 13 ming yurganda oldi ko'rinishi. Oshna 21 qancha yurgan bu? 150 ming yurgan. 150 ming yurgan, narxchi? Narxi 10 ming. Salon ko'rinishlari, qo'llar polidan solingan, kataloglar zavodskiy holatda, balonlari yangi ekan. Narxi 10 ming. Necha pul bilan chiqadi? 1100 bilan chiqadi, 4 million 200 dan. 4 million 200 dan 1100 bilan chiqadi. 1000 bilan 4 million 300 dan chiqyapti-da, oylik to'lov tushdi. Hamma dokumentaj pul ichida bo'ladi. Aha. Trekker. 25. Yurgani 30 ming bo'ldi. 30 ming yuribdi. Qodirbey benzinmidi? Benzinmidi, gazmidi? Ulo ne? Aha. 14700 gani 25. 14725, kraskalari toza, 30 ming yurgan, gazlari, propan gazlari bor. Oh! Go'zalligi o'zi bir dunyo deb propan. Qani gazi bor dedi shekilli-ku buni? Yo'q. Gazi yo'qmi? Ha, bo'pti. Gaz qo'yib oladi. Qarochi o'zi arzon 25 bu. So'rayapti, mana shunaqa arzonni kim so'radi kecha? Bugun keldi bu. Jahon. Kecha kim so'radi menga mana shunaqa ekan, yurgani ham yaxshi. Probegi ham endi yo'q hisobda ekanda, oshna 30 mingga 25 oshna bo'laman. Hali 24 ham hali kunga qo'yganim 17,5 ming kam bor deb qo'yuvdik. Ha. U 25-30 ming yurgan ekan. 14700 ga ana mingsa xalqimiz mana bu kundan kunga tushyapti. Tushsa biz xursand bo'lamiz, mashinalar tushsa. Nimaga? Chunki xalq minadi, hamma minsa yaxshida, hammani uyda bo'lgani yaxshi, Xudo xolisa. Alloh hammaga nasib qilsin. Balovi o'zini anaqa qilib bera olaysanmi? Bank qilib bera olaysan, necha pul bilan chiqadi? Uni hali hisoblatib ko'rmadim, o'zi endi keldi, hozir kirib keldi Andijonga. Примерно, приблизительно ayta olmaysanmi? Chiqadi 3-4 ming bu yoqda. 3000 4 ming. 3000 hamda-chi, 3000 u yoqda. Endi ko'proq bo'lsa o'ziga yaxshi kamroq qarz oladi. 5-6 ming puli bo'lsa, o'sha banklar hisob-kitob qilib chiqarib beraman. Bu qo'shnimning nomida, qo'shnim mashinasi. Nechi buni yili? Hoji akamizniki 18, mashinada petnosi bor. Mana mashinada petnosi bor deb olingan. 10 qanotida petnosi bor ekan, qo'llar kiydirilgan. O'zim hoji akamiz yaxshi inson. Salonlar pokiza. Shunga sotib yuboraylik degandi. Mana hali dehqondan so'raganlarga xolasa telefon qilsanglar nomerini beraveramiz. O'zingizlar savdolashib olaverasizlar. Narxiga kelsangiz 8 ming kami bor deyilyapti. Bozorda kecha kuni 7,5 ming 75-76 qilgan ekan o'tgan undan oldingi haftada. Ha. Bermodim dedi, hoji aka beraverolmayapsiz, yaxshi pul bergan ekan deb bo'ldim. Qiziqqanlar bo'lsa mana 2018 toza pashti o'sha yerda petnosi bor deb olgan. Telefon qilsa o'zi nomerini beraveramiz. Oshna kelgan nima? 8 ming kami bor. Reklamalar bo'lsa ham o'zi mashinasini
o'zi mashinasini uyda syomka qilib turib senga tashlasa reklamasini mana bunaqa holatda desa, kanali uchun maxsus desa bo'ldi. Farruxbek 3 kanali uchun deb turib reklama qilib tashlasa oshda bekarga qo'yib berasan-a, tekinga reklamalar. Tekinga albatta. Qanaqa mashinalar bo'lsa, ko'rsatib qo'yaman mashinani ichlarini. Kelinglar qo'yib beradi. Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamasdan rahmat. Tuzum sochni va alaykum assalom. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Qanaqasidan? 290 yurgan balonlar yaxshi holatda, bitta petnosi bor. Farruh, bu narxiga kelsa necha pul narxi? Qaysi? 8 mingdan o'tib beriladi, kami bor. 8 mingdan o'tib berasan. Ha, kami bor. Pulim kamroq deganlargachi? Unisini bilmayman, gaplashamiz-da. Bank desa bank beradi. Dehqonda o'zing hisob-kitobini qilib nima qilib? Dehqonni mashinasi. Xo'p. Bardoviy bor deyaptim. Klientlar jasur gaplashaveradi, keyin nima tugatib qo'yaylik syomkani tez-tezda. Xo'p, 2021 2021. Xo'p. Avtomat korobka. Birki ham 21 ekan. Avtomat korobka. Narxi avtomat korobka. Narxi necha pul? Salonlar. Oshdan 1600 bilan chiqaradi, naqd pulga 11,5 ming deyilyapti. 100 qancha ham yurgan? 110 mingmikan? 110 ming yuribdi. Ha, mashina polni navrot balonlar pakalena propan. Pakalena propan ekan. Bank desa 1600 bilan chiqyapti. 1600 bilan? Ha. Men syomka qilyaptim, men jasur gaplashib turing. Azlab keling. Ha. 1600 bilan 4000 o'tgan safar eslasang, mana shu 900 ga chiqadi deyatuvdik. Ha. 900 dollariga 900 ming deb aytayotganlar. Mana shu kunlarda chiqadi. 900 bilan chiqayotdi. Birinchi 700 bilan chiqayotdi, keyin 900 bo'ldi. Ha. 900 ga chiqib 4950 dan chiqadigan bo'lib qoldi, to'g'rimi? Ha. Endi hozir narxiga kelsak 1600 dollar bilan chiqyapti. Baholashali pasaytirib qo'ygan. Oylik to'lovdan 350 ming tushirib qo'yapti. 4 million 600 mingdan qilib qo'yapti. 4 million 950 ga 4 million 600 qilib qo'ydi. U ham bu ham mana shunaqa farqi. Bu ham 21, 22 birga bu. Bu oshda naqd pulga necha pul bunisi? 11,5 ming, bu 11700. 11,5 ming, 11700 qorasi oshda. Qorasini ko'rinishlari, salonlari, zavodda. Yurgan kilometri 87 ming yurgan. Buni ham oylik to'lov ashna 4 million 600 dan chiqadi oshna. 4 million. Bu 1700 bilan bu 1600 bilan chiqadi. Aha, bo'ldi oshna. Bo'ldi. Lasetti. Lasetti 2011 ikkinchi paysi. 2011 Aha. ikkinchi paysi. 5100 kami bor ozgina. 5100 kami bor. Chiqollar kiydirilgan, polilar tashalangan. Yurgan kilometriga kelsa, Boshni chiroyli. yurgan kilometri 308 ming yuribdi. Xo'p. Kraskalar necha foiz? 30% bor. 30% kraskasi bor, narxi yoshni. Narxiga kelsak, yoshni 5100 ozgina kami bor. Kamini qilib berasan, kelsa savdolashib qilib berasan. Albatta. Savdolashmayapmiz. Tez-tez olaylik. Xo'p, bu 2022miz. Mana shunaqa joyda bor deganman, petnosini. Ashada petnosi bor, a? Buni eski holatida 1100 mana shunaqa holatda chiqayotdi. Endi hozir bitta hisoblatib beramiz, buni hisoblab ulgurmadik. Yurgani qancha buni oshni? Yurgani 159 ming. Chiqollar kiydirilgan, polilar tashalangan. Xo'p. Orqa ko'rinishlari, balonlar yaxshi holatda. Necha pul deding oshna pulini? 10800. 10800 bank bo'lsa. Ha. Xo'p, 1,5 ming bilan chiqadimi ular? Necha pulga chiqadi? Bemalol chiqadi, 1,5 ming bilan bemalol chiqsa kerak. 1,5 ming bilan chiqaveradi bank. 2013 Toshkent motorali katta motor degan akalarga. 2013 Toshkent motor, mexanika korobka. Anaqa Alicantarodi boshqachasidan chexol, patologlarda hamma yo'g'ini ashtaqadan qilib qo'ygan ekan, qandaydir Ali. Yoqimli svet ekan, sveti ham. Polilar solingan. Hozir pokiza minilgan mashina ekan, o'zi ko'rinishi achib turibdi mashina. Oshna bu narxi necha pul? Narxi 5200 kami bor ozgina.
5200 kami Maşallah, bor. chiroyli. Balonlari yangi ekan, mana hali Ha, birov yangi. yurmabdi ham, yangi balon. Mashina chiroyli ekan haqiqatda. Kamichi buni oshda 5000 200 dan ozgina kamaytirib beraman hozir. bank chiqaradi bu ham. Chiqaradi ha. 1,5 ming, 2 ming pul bo'lsa chiqaradi. Bu 19. 2019. Ikkinchi pay esa 6800 bu ham. 6800. Kamini ham qilib berasan, xudo xolasa, Xudo kelishtirib. olsa qilib beramiz. Kecha bozorda bularni 7,5 ming, 7200 kam bor deyishgan ekan. Nech pulga berasan desam, bitta shunaqa menikidan Salonlar qilingan. holati bunaqa diska balonlari oddiy balon. Ko'rdim men ham, o'sha 7 ni tepasi aytib turish. 7 tepasi aytadi, 7 ga beraman, 68 ga beraman. Ko'rdim, Bizda ko'rdim. 6800 kami bor deyapmiz biz. 6800 kami bor, Kami ham bor. 2019 kraskalari toza Toza. 200 ming yuruvdi bu. Mana shunaqa. 200 ming yurgan diska balonlar qo'yib qo'yilgan. Mashina o'ta go'zal holatda. Kelib olib ketsanglar, maza qiladigan mashina, xudo xolasa. Narxini ham Avtomat. tushib beradi, bank ham qilib beraveradi. Qilib beraveramiz. Avtomat 15 yili. 2015 Petnosi bor. avtomat korobka. Petnosi bor. Katta motor bu. Yo'q. Karis motor. Karis motor. Chuqurlar kiyingan, patalolar заводской holatda. Abagireflari bor. Malibu rul, richak qo'ygan. Sidena abagireflari bor. Yo'q, hamma yo'g'i bor. Orqa ko'rinishlari bitta petnosi bor, a? Yo, petnosi mana, qarab, o'z ko'rib tut, mana mana ichi petno bor, mana ichi. Ash 2-3 ta joyda Ha, petno bor, ikki- doding. Mana mana bor. Mana shu yerda narigi tomonida bor, mana da kiridami 3 tami 4 ta Uchta, petnosi to'rtta bor petno ekan, bor, endi qadrdonlar, toza gap-da. balonlari zo'r ekan, lekin narxiga kelsa yoshda 5900. 5900 kami bor. Yo'q, qilib beramiz. Pulim oz deb 11. kelganlarga qilib berasan. 11. 2011. Ikkinchi paysi. Qo'llar kiydirilgan, polilar solingan, patolonlar ham qilingan. Ikkinchi pozitsiya. Kraskasichi yoshni Bor bir 40%, 50% deylik. 40-50% kraskasi bor. Значит, bu mashina narxini arzon qilib beradi. Narxi yoshni 4000 ga beraveramiz. 4000 sodalasak balki undan ham tushib beradi. Xo'p. Nexia 1 yoshni. 2,5 ga. Nexia 2005 bir. son stramli Lux bez konditsioner. 2500 ga Nexia 1. 2000 necha dedingiz? 5 yili. Son stramli. 2005-yil. Chuqurlar kiydirilgan, balonlar yaxshi Mikrofon holatda. kolonkalari Pioneer. Mikrofon kolonkalari Pioneer. Ma Cobalt'imiz ham bor. Cobalt. 2022 ga 23 tayyor banki bor. 5800 kami bor deyapmiz ozgina. Aha. 2 million 950 mingdan 27 ta qolgan. Bitta atrofini olib qo'ying. 2 950 mingdan 27 oy qolgan. Aha. Mashinaning ko'rinishlari, ichidagi narsalari bor ekan. Mashina tayyorlashyapti shekilli. Xo'sh. 27 oy qolgan ekan. 5800 deyapti ekan. Yuzvorishi bilan где-то bir 12 mingda atrofiga borib bormay to'g'ri kelar ekan 27 oyda. Endi 5800 dan tushib berishadi, xudo xolasa. Narxi yaxshi ekan mashina. Bor bitta kapottamidi kraskasi? Kapot betida. Betida petnomi yo betida ekanmi? 14 da edi. 14. Kapotda betida petno bor ekan. Qayerda petno? Yili nechi buni? 14. Toshkent motor. 2014-yil kapotida petno bor, orqa qanotida jicha petnosi bor ekan. Xo'p, chuqurlar kiydirilgan. Necha pulida puli jasur buni? 5200 dan o'ttiramiz buni. Ha? Ketyaptimi? Ha. Qadrdonlar, 5200 ga bu. eshigini ochuvdim. Mikrofonim tarak turibga tushib ketdi, o'zim ham muzlab qoldim, nima qilishni bilmasdan. Mashinaning tagi kirib ketdi, hozir mashinaning tagi sizlar uchun o'malab kirib yurib, Senga qilmoqchi. Rosa prikol qilishdi. Do'qib yurib hozir oldim kan. Ona qilib do'qib endi men bolada. Bashi bola yomonda. Jahongirda xirob qilib 5200 ga ketdi mashi. 5200. Ha, 14 yili petnosi bor. Mana 4000 ga bu ham ketdi. 4000 ga ketdi. 11. 2011. Chuqurlari yo'q ekan, holati yaxshi Polni ekan. shum izolyatsiya. Shumka qilingan tomlarigacha polni. Matchi.
Matchda 2200 ga ketdi bu ham. 8 yil. 2200. Hamma yo'g'i bor. 8. 1000 so'm puli boriga hamma yo'g'i bemalol chiqaradi hali. 1000 Qilib puli beraversan. boriga, ha, hujjatlar ichida qilib beraveraman. Moliyatimizchi 3200 dan o'zi ham radno olib ketdimi Ha, shu mashina? 3200 dan o'tib beraveramiz buni ham. 3200 dan o'tib beraveradi. 1,5 ming puli boriga bank yo'laveradi. Bu Damas. 20, 20-yilda emas. hop, 5300 dan o'tib beramiz buni ham. 5300 dan o'tib berasan 20-yilda. Kraskasichi? Petnosi bor buni ham. Moliya mashinada petnosi bor deb olingan edi. Bir Ha. 10-15%. Bu yolg'on cho'p olmaylik. 10%, 15% joriylik. Aha. Bunisi 5200 kami bor, bunisi 5300 kami bor. Ha, 19-20. Ko'rsatib ber. Ha, salonlarni ochib ko'rsatib qo'yaman. Chuqurlar kiydirilgan, patolonlar qilingan. Xullas rasxod yo'q. Mashina tayyor. Shunday olasizlar. Shunday oladi oshna litsenziyani ham oladi oshna shunday gazni To'g'ri. bosadi. Bosilaveradi. Prokuratura qayerdasan debdi. Albatta, litsenziyani oldi. Mana chuqurlar kiydirilgan, patolonlar bor. Maza qilib, prokuraturani qilib yuraveradi oshna. Mana. Van so'rayapti dedi. Akalar Van. bir ikkitasi. Xo'p, 11 yili. 2011. Ozgina kami bor. 2011. Xo'p, salon Hammasi bor. ko'rinishlari. Firmachilarga narsa yaxshi. Tepalari patolonlari qilingan, chuqurlar kiydirilgan. Narxi necha pul edi? 3,5 Aylanmay ming. qoldim. 3,5 ming. 3,5 ming bilan Ozgina kami ham ham bor. beradi, ozgina kami bor, xudo xolasa. Manzillarga qadrdonlar keladigan bo'lsak, eski mashina bozor, televizionniy ko'chasi, aeroport tarafdan kelganinglarda chap qo'lga mashina bozor svetofordan chap qo'lga burilasizlar. Boshomol tarafdan kelganinglarda mashina bozor svetofordan o'ng qo'lga burilib, shu yerda mana shu domlarning tagida, tagimizda magazinlar bor. Oldida qator mashinalar terib qo'yganmiz. Xudo xolasa. Farruh bey, O'shajo like podpiskalarni bosishim moshina qo'ldan kelgancha. Xudo xolasa bosinglar, yangiliklar bor. Yana boshdan ulgib kelmadi. Hozir bir ikkitasini yaqin minib ketdi. 10xlar bor. Bitta 10ximiz bor, 24 ikkovi ham. Bittasi 52 ming yurgan, bittasi 62 ming yurgan. Ikkovi ham bor. Kelishtirib arzonroq qilib beraman. Bittasi 14 ming, bittasi 13,5 ming ozgina kami bor. Bo'ldi, Shu 12 qora ikkovi ham. Reklamalar ham qo'yib berasan endi buni bu yoqqa. yoqqa. Bemalol kelaverasizlar. Misol banaqa holatda deb tashlab bersa, Minib kelsa ham qo'yib beraverasan reklamani o'zing nomeri bilan. Nomerini qo'yib beradi bo'ldi. Mayli, sog' bo'linglar, Akalar, salomat bosinglar. bo'linglar. Like, podpiskalarni bosinglar. Hammanglar Allohga omonatsizlar. Obuna bo'linglar, obuna. Obuna O'zbekchasiga bo'linglar, obuna ha. bo'linglar. Ro'zalarda Alloh taolo Obuna bilan hammamizga mana qana bunda bosib qo'ysanglar bo'ldi. kuch qanot bersin. Ilohim es-salomon ro'zalarni joyiga qo'yib yetkazib, savob bilan Inshaalloh. olaylik inshaalloh. Sog' Xudo salomat xohlasa. bo'linglar.